Jalaquduq tumanidagi 35-umumta'lim maktabida mezonlarga asoslangan yangi baholash tizimi mavzusida amaliy metodik seminar tashkil etildi. Ushbu seminardan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim sifatini oshirishda mezonlarga asoslangan baholash tizimining ahamiyatini tushuntirish, uni amaliyotga samarali joriy etish bo'yicha tajriba almashish va pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini yanada rivojlantirishdan iborat bo'ldi. Seminarda tumandagi barcha umumta'lim maktablarining direktorlari, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari hamda tajribali pedagoglar ishtirok etdilar. Tadbir avvalida mehmonlar maktabda yo'lga qo'yilgan o'quv tarbiya jarayonlari, yuritilayotgan ish hujjatlari hamda ta'lim sifatini ta'minlashga qaratilgan ichki nazorat tizimi bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, o'quvchilarning fan to'garaklari doirasida tayyorlagan ijodiy ishlari, loyihalari va amaliy mahsulotlari namoyish etildi. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va amaliy ko'nikmalari shakllanayotganini yaqqol namoyon etdi. Yangi baholash tizimi, mezonlarga asoslangan yangi baholash tizimi o'quvchilarga nima beradi? O'quvchilarga o'zlarini ustida ko'proq ishlashni, bilimlarini shaffof baholashni va shu o'zlarini bilimlarini tahliliy muhokama qilib, yil davomida bilimlarini yana ham yaxshilashga, natijalarini ko'tarishga imkon beradi. Bunday seminarlarni tashkil qilishi hamkasblar o'rtasida o'zaro tajriba almashish, yangi baholash tizimini mohiyat mazmunini tushunish va o'zlari faoliyat olib borayotgan ta'lim muassasalarida qo'llash uchun juda katta imkoniyat beradi. Seminarning asosiy qismi yuqori sinflarda tashkil etilgan ochiq darslar bilan davom etdi. Dars jarayonlarida mezonlarga asoslangan yangi baholash tizimining amalda qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratildi. O'qituvchilar tomonidan dars maqsadiga mos ravishda aniq baholash mezonlari ishlab chiqilgani, o'quvchilar faoliyatini shaffof va adolatli baholash usullari qo'llanilgani ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Ayniqsa o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar seminar qatnashchilari tomonidan yuqori baholandi. Yangi yondashuvning mohiyati o'quvchilar bilimini aniq va shaffof mezonlar orqali baholash va rivojlanish darajasini chuqur tahlil qilishdan iborat. Seminar davomida ustozlarimiz tomonidan ochiq darslar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Natijada samarali tajriba almashinuvi bo'ldi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy usullarni joriy etishga xizmat qildi. O'quvchilarni faolroq bo'lishga undaydi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, motivatsiya beradi. Kelgusida ham shunday amaliy va innovatsion tadbirlarni o'tkazishni, ta'lim sifatini va samaradorligini yuqori bosqichga ko'tarishni jamoamiz bilan maqsad qilganmiz. Mazkur yangi baholash tizimi o'quvchining faqat yakuniy natijani emas, balki uning o'quv jarayonidagi faolligi, intilishi va erishgan o'sish dinamikasini ham hisobga olish bilan ahamiyatli ekani ta'kidlab o'tildi. Bu esa ta'lim jarayonida shaffoflikni ta'minlash, o'quvchilarni rag'batlantirish va ularda mas'uliyat hissini kuchaytirishga xizmat qiladi. 9-sinf o'quvchisiman. Yangi baholash tizimi ushbu yil joriy etildi. Yangi baholash tizimi joriy etilmasidan oldin oddiy nazorat ishlar sodda shaklda tuzilgan edi. Yangi baholash tizimi murakkab shaklda bo'lgani uchun o'quvchini yanada oldinga siljishiga yordam beradi. Kelgusida men oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirmoqchiman. Ushbu muassasaga o'qishga kirishimda yangi baholash tizimi menga katta yordam beradi degan umiddaman. Seminar yakunida ishtirokchilar dars jarayonlari yuzasidan tahlil ishlarini olib bordilar, o'z fikr va mulohazalarini bildirdilar. Mezonlarga asoslangan yangi baholash tizimini yanada takomillashtirish, uni barcha maktablarda samarali joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadbir ishtirokchilari seminar yuqori tashkiliy saviyada o'tkazilganini e'tirof etgan holda, bu kabi amaliy seminarlar ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladilar.